Va daraxtlarni ham chopib bo'ldim. Nimaga bu daraxtlarni chopdinglar desanglar, va hozir men uyga borganda tushuntiraman. Voy creeper, qochamiz. Mana bu yoqda nima ko'rdim hozir men? Qanaqa tilloli uy? Hozir so'raychi qishloqidan. Sirosha so'ray qishloqlar. Qishloqi, siz shuncha narsalarni qayerdan qilding? Shuncha tillarni qayerdan olding? Mana shuni bitta o'zi, mana shu qishloqimiz-u. Sen bularni qayerdan olding qishloqi? Men bularni Marsga bordim va Marsda chopib keldim. O'sha vaqtda kimniki so'radim va hech kimniki emas ekan. O'shanga o'zimga sotib oldim hammasini kavlab, yaxshilab kirgan bor edi. Va hozir hammasini kavlab, men millionerman. Menga ham 3-4 mana shunaqa. Yo'q, nima bu? Menga ham 3-4 berma bulardan. Mana bunaqa narsalardan. Mani olaver. Nechta olay, qishloqqa nechta olay? 50 ta olsang bo'ladi. 50 ta bo'ldi. Bittasitagina olsam? Yo'q, men 9 ta mani olaman senga. Sen o'rtog'imsan, chunki bitta o'zi mana shunaqada 9 ta oldim. Senga dushi rahmat. Mana bu sandiqda nima bor? Buni ochib ko'r, o'zing bilasan. O'zi ko'raychi o'rtoqlar. Yo'q, oltin olmalar o'rtoqlar. Bitta oltin olmandan ber jigar qishloqi. Mayli olaver, bitta dona olmaqol. Bo'ldi, mana bitta dona. Buni bo'lmayapti-ku. Qotib qolganmi nima bo'la? Bo'ladi, sen ye. Hozir. Bo'lyapti. Men buni zaxiraga olaman. Mayli qishloqqa bo'y. O'rtoqlar, men mana shu daraxtlarni chopganimni nimaga sizlarga aytmadimmi? Hozir aytaman. Va birinchi o'rinda men bu narsalarni qo'yay sandig'imga. Hop. Mana meni uyimni ko'rasizlar qanaqa rangda. Mana shu uyimni skelet. Qochmaysanmi mol? Mana ko'rasizlarmi qanaqa rang? Men o'shani bunaqa qilaman. Va birinchi o'rinda men bunaqa daraxtlar doska qilib bo'lay bulardan. Keyin qilaman. Birsidak bo'lsa yetadi. Hop, bo'ldi. Birsidagi yetadi va men bularni qirib bo'lganimdan yo'q. Hammasini sizlarga ko'rsataman qilganimni. Ko'rsatishim kerak-ku. O'rtoqlar. Ana, allaqachon voy, chiroyli bo'lishni boshladi. Birinchi mashularni qilay keyin. Taxtalarni toshlarni bo'lsa almashtirmayman. Chunki toshlar jigarrang tosh yo'q bizda. Namuncha to'qilaveraman o'rtoqlar. Vashshi bo'lyapti-ku. Dik. O'rtoqlar, bu bir sitak o'tib 3 sitak o'rtib qoladi. Men namuncha ko'p kovlaganimni bilmayman o'zim ham. Va mana bo'ldi. Men bularni ham olsam vashshi chiroyli bo'lyapti-ku. Yapoltat nishasi prost. O'rtoqlar, sizlar men 250 ta qilinglar, men sizlarga bitta konkursim bor, o'shani aytaman. Sizlar menga obuna bo'lib 250 ta qilsanglar, menda konkurs bor. O'shani e'lonini qilaman va o'shani 250 ta qilsam, men shuni qilaman va menga obuna bo'lganlarga sir qilib meni Telegram kanalim ham bor. O'shanga o'tib obuna bo'linglar. Telegram kanalda vashsha chotki narsalar bo'ladi. Basharanga zir sikinish yomon odam. Voy, mana buni qaranglar. Mana bu to'ngini ham qilish kerak ya. What the bro, o'rtoqlar. Vashshi.
ish ko'p hali. Biz qurolamiz. Qishloqi bo'lsa, uyi o'sha o'rtinni uyda dam olyapti. Lekin menda oltinli uy yo'q. Men bu yoqqa nurg'un qurmoqchi edim. Nurg'unga joy yo'q. Tepaga endi chiqish qilamiz va uning uchun mana bunaqa plitalardan 8 ta 7 ta bunaqa plita. Mana shu eshikdan chiqishni ham ko'raman-da o'rtoqlar. Majid spaya. Vashi. Men o'shanga o'zimga tabor urdim va men uyimni ham obzorini qilaman o'rtoqlar sizlarga. Uy obzori. Basharanga. Nimani sindiryapsan? Ochangni puliga. Qodirali bilet. Sukunish yomon odar. Sukunmaymiz yer. Taysida motivatsiya. Sassiq. Vashi sassiq bo'la. Ay jonim ketdi. O'chma nima shu oltin. What the? Ular vashi bo'lyapti-ku. Nima bu izdivatsiya qilyapti. Odamning ustidan izdivatsiya qilyaptimi bu? O'to'la. Qurroslarni men uyimni vashi cho'tka qilyapman. Majid payapamiz. Men bu uylardan ajralib turadi. Chunki oltinni men bu uydan men shu nima deyapman, короче de bo'ladi-da. O'zi qurib borganimdan keyin. Hop. Oxirgisiga kelgani nima shunaqa? Hop, mana ziyod qoldi. Ya'ni ikkisida qoldi. Bu tom. Bu mana shu yoqda tursin tomimda. Mana shu yoqda turadi-da. Mana qattada bo'ldi. Mana buni esa sindirib tashlaymiz. O'rniga bitta mana bunaqa eshikdan yashib olamiz. Baby. Temir eshik bo'lib qoldi. Aslida bu oddiygina mana bunaqa. Lekin bu qanaqadir bug bo'lyapti. Mayli, bu eshik ham qo'lni ursin menda. Mana shu yerga bu voy. Mayli, sen mana shu birikta o'yinlarni baby o'yinlarini, eshiklarini almashtiraman. Sizlarga rahmat. Bu qo'l. O'to'la. Bu ana buni nimaga qilmayman deyapti, chunki u hojat. Mana shu hojatxona. Vashi piy. Lekin yozib qo'ymagan bu. Voy, o'zim men shuni yozib qo'yaman. O'rtada. Bitta choyvoqcha yashay, yetadi mana shunaqa. O'zi 3 ta bo'lar ekan. Men yozib qo'yaman tablichka. Давай yozamiz. O'zini bo'lsa. Bo'ldi. Nimaga bozolmadi bu? Voy dal. G'irt voy What the fuck, man bro, bo'ldi mana yozib qo'ygan mana. Ko'rasizlar nima deb yozgan? Ha, yozilgan. Endi sandiqqa solib qo'yamiz. Mana bu kiyimlarni ham ko'rasizlarmi? Bu o'zimniki. Bu daraxtni ham qo'yamiz. Bu plitalarni ham, buni ham va buni ham bo'ldi. Meni o'zim uyimni tashqaridan ko'rsataman. Mana meni uyim. Mana ko'rasizlarmi? Mana buni o'rtashim. Ko'rasizlarmi uyini? Lekin mana bu tilloli uydek emas, lekin bo'laveradi bizga, bo'laveradi. Va buni olib tashlay. Olay bil. Voy.
Bo'ldi. Problemami bratish. Bratish. Bo'ldi. Urtola vashi bo'ldi. Endi ozgina uxlayman men. Dam olaman. Mayli. Ozgina dam olay. Voy, mazza qilib yotibman-u. Qishloqlar esa kechasi bilan diskoteka qilib tashadi. Qishloqqa. O'zi bittasi, men qishloqman, qishloqman. Odemaz van blogda deb qishloqman, deb rasa qildi, men buni yeyman. Ertalabdan borib qishloqdan yana o'ylay, qornim bo'sh qoladi. Yo'q. Qishloqqa qalisang yaxshimisan? Kechasi bilan qo'shiq aytding, lekin men kelmadim, chunki men charchagan edim. Ey, o'zingdan yaxshimi pichi gaplarni gapirib tur. Nima deyman endi? Nabircha bo'lyapsan. Nima kayfiyat yaxshi? Menga bunaqa bitta olmaydan beri. Manga olaver, xohlasam 5 ta ol. Bo'ldi, olaman 5 ta dedingu 5 ta. Ye, 10 ta olibman mana. 5 ta oldim. Mayli, abrasheni. Qishloqqa namuncha saxiy bo'lding. Men ke ozgina gaplashib o'tiramiz. Ye. Chiqib bo'lmayapti hamma. Bo'ldi, mayli, men katta mayli qishloqqa kallangga. Bo'ldi. Urtola karochi abrasheni deganda, yana qishloqni o'rtaga o'ramiz, qishloqni qo'r. Qishloqni. Menga qarayo. Men bu qishloqni ko'ryapsanmi? Qishloqi bilan meni karochi mana shu ko'ryapsanmi? Mana shu qishloqni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Nima edi? Mana shu qishloqi boru, mana shu qishloqi. Luboni yerda. Chunki bu bo'y. Shundaymi? Buni oldinga kelsang, abja oyog'ingni sindiraman, shundaymi? Sindiraman o'g'limni. Sen bu men xo'jayinmisan? Bu meni o'rtog'im, shundaymi? Kema. Mana buni o'rtog'im. Kema deyapmanmi? Kema nimaga suvga itirasan meni? Ham avjag'ingni chiqaraman. Men suvga sanab kalla tasha. Bo'ldi, men ketdim. Urtola karochi ozginagina reklama bo'ladi. Karochi reklama bo'lmaydi. Karochi mayli shu joyda videoni tugataman, xabarga xayr. Ikkinchi qismi ham bo'laveradi.